Yaqinlarim, sizlar uchun qaranglar qanaqa joy. Ancha arzon. Siz xohlagan narxga beraverar ekan. 5 sotik 6 xona, 2 ta o'g'liga mo'ljallab qurgan ekan. Toshkent viloyati Zangata tumani shundoq yosh leninchi betonka taxta bozorda shundoq post oldidan 850 metr kirganinglardan ekan. Pul zarurligi uchun. Yana qaranglar, startiviy narxi 80 ming. Kerak bo'lsa 50-60 ni berib, bu yog'ini 1 yil ichida bo'lib to'lashga ham gaplashaman deyapti. Hujjatlari hammasi joyida. 5 sotik 6 xona. Mana bu yo'laga ham sizga bemalol bundoq so'rilarni qilib qo'yib, tagiga rayhonlarni ekib qo'yib, bedanalarni ilib qo'yib, karavot qo'yib qo'yib, qudandalarni kutib oladigan yo'lak ekan. Mana pishgan g'ish bilan xom g'ish aralashtirib elektrichествosigacha qilib qo'ygan. Yangi materialdan qurilgan. Bu yerda qo'shnilar 18-20 ming 1 sotigini so'rayotgan ekan. Bu 5 sotik 6 xona, 2 yoq taraflama podvol. Xohlasanglar mana bu oldini ham yopib forsanglar bo'ladi. Startiviy narxi 80 ming ekan. Yana kelishtirib beradi. Pastda egasining nomeri. Mabodo sizda ham shunaqa joylar bor, srochni sotish kerak. Tepadagi nomerga aloqaga chiqing. Bizda boshladikmi oxirigacha 5 ta 6 ta kanalda qo'yib beraman. Har bitta kanalni YouTube, Instagram kanallari bor. Hammasini portillatib sotilguncha reklama qilib beramiz. Ana kimlargadir o'xshab o'zini YouTube, Instagrami bo'ldi emas. Menda kamida 5 ta kanalga qo'yib beramiz. Arzimagan $100 ga sotilguncha reklama qilib beryapman. Sotilgandan keyin bir ikisini bersiz, berarsiz. Bo'lmasa rahmat deb qo'ysiz, deb qo'yarsiz. O'zbekiston uylari xizmatinglarda foydalanib qolsangiz-chi. Tepada nomerlarim, ha, uylar 6 xona, 2 ta o'g'lingizga tayyor. O, ana pastiga ana kibitka ham sizniki, kelajakda buzib tashlaysiz. Hujjatlari gilamnisi joyida. Pastiga nomer egasiniki, o'sha 99lik 106 44 44 egasiniki. Aloqaga chiqinglar, savdolashinglar. Bitta qarsaklarni chalib, kommentariyani yozib, layklarni bosib, videolarni podelitsiya qilib qo'yinglar. Yer hisobida mana, yer hisobidan ham arzon. 5 sotik 6 xona. Sog' bo'linglar, ketdik biz. Bo'lmagan, bunaqasi bo'lmagan. Shundoq katta joy, 17 ta xona plus sauna, basseyn, do'konlari bilan qaranglar. Yer hisobida beraveryaptilar. Toshkent shahar. Yangi Hayot tumani. Yuril ichkarilarni ko'rsatamiz. Mana 17 ta xona, do'kon 50 ga 50 metr, fasad ichkari 25. Kelish kerak, gaplashish kerak. Qaranglar, yer hisobida beraveryaptilar. Pastida 8 ta xona, tepada 9 ta xona. Mana bu yerda xod nimalar yo'q. Limonariya ham qilib qo'yganlar, sauna, basseyn, molxona, qo'yxona. Otlarga ham joy bor ekan. Pastda oshxonalar. Kelish kerak, gaplashish kerak. Prosta bu yerda 5-6 ta uchastka qilib yuborsanglar bo'ladi. Hammasini temirdan qurgan ekanlar. Yaqinlarim, kanalga obuna bo'lib qo'ying. Sizlarda ham shunaqa joylaringlar bor. Yotibdi, unga sota olmayapsizlarmi? Arzimagan $100-200 ga uy sotilguncha reklama qilib beramiz. Zaklat olguningizgacha. Dogovor bizda shunaqa. Faqat reklamaga qo'yib berish emas. O'zbekiston uylari Baxtiyorbek Soliyev xizmatinglarda. Kanalga obuna bo'lib, yaqinligimda tarqatib qo'yinglar, unga lo'q bo'lishmasin. Mana realni sizlarga kanal. Sog' bo'linglar, ketdik biz. Yaqinlarim, qaranglar, mana buni qaranglar, 101-xonadonni yarimi, 6,5 sotigini sotayotgan ekanlar. Ko'tarilgan narxiga beraveraman deyaptilar. 1 sotigini startiviy narxini hozir kami bor 10 mingdan qo'yildi. Toshkent viloyati O'rta Chirchiq, Qo'yliq bozordan 5-6 kilometr o'tgandan keyin pastda egasining nomeri, o'rtakash dallol, makler aralashmagan. Fasad 25, ichkariga 30. Mana kelishtirib beraveraman deyaptilar. Mana shu mahallada nech pullar topgan bo'lsangiz, siz topgan narxingizdan har sotigini $1000 kamida tushirib beraman deyaptilar. O'zbekiston uylaridan deb kelsa, va undan ham arzon qilib beraman. Ya'ni yarim yolchisini berib, yog'ini sekin bo'lib berishga balkim gaplasharman deyaptilar. Pastda egasining nomeri. Yaqinlarim, sizda ham shunaqa joylaringlar bor, realni sotmoqchimisiz? Unga berib va sotib bera olmayaptimi? Tepadagi nomerga ham bir aloqaga chiqing. Alloh o'zingga tavakkal deb $100-200 ga sotilguncha reklama qilib beryapmiz. Boshida bir rasxotimizni berasiz, qolganini keyin bersangiz ham bo'laveradi. Kanalga obuna bo'lib foydalanib qolinglar. Mahallani qarang, zo'rligini, gaz, svet, suv, bog'cha, maktab, o, ana yerda do'konlargacha bor ekan. Kanalga obuna bo'ling, kam bo'lmaysiz.
Yaqindagi mana shu videolarni tarqatib qo'yinglar, kimlardir uy joyli bo'lib qolsin. Sog' bo'linglar, biz ketdik. Men yaqinlarim, men xonadonni ko'ryapsizlarmi? Siz orzu qilgan xonadon 8 soti 7 xona, super yevro remontlari bilan hamma narsasi bilan qolar ekan. Bir chekkadan ko'rsatamiz. Ikkita uy qilib yorsa ham bo'lar ekan. Men bu yoqni shunday darvoza qo'ysanglar, ikkita aka-ukaga ham xonadon bo'ladi. Общий 8 soti 7 xona adreslarni aytamiz. Startoviy narxi qancha ekandi? Meni mijozlarimga narxi qiziq. Kami bor. Egasi endi aytaveradi 120 ming. Kami bor. Yangi remontdan chiqqan mana atachentalarni ham zo'ridan qilib qo'yganlar. Har bir bandaga nasib aylasin. Bunda oxirigacha ko'ring deb fikrlaringizni bemalol aytaverasiz. To'liqroq ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, egasini nomeri pastda. Bemalol savdalashing. Bartiram, любой yo'lga sotaman deyaptilar. Savdalashinglar, qimmat ekan, nima arzon hozir. Aytinglar nima arzonligini. Shunday kirganimizda qaranglar, xonadon zo'r, tunka polda qilib qo'yilgan, to'rburchi, orqada ham hovlisi bor. Hozir o'tda ham ko'rsatamiz-da. Yuringlar, bu yoqda kattagina mehmonxona, bir chekkadan ko'rsatamiz, tayyor. Shunday kirsanglar bo'ldi. Hozir chiroq qo'yilmagan mana 8 metrga 4,5 metrli mehmonxona. Bunday bo'lsanglar, ikkita xona qilib yursanglar ham bo'ladi. Har bir bandaga nasib aylasin. Mana karavotlar hammasi tashab ketiladigan. Mana bu yerda kladovka ham qilib qo'yilgan, bemalol eshik ham ochib yursanglar bo'ladi. Mana tayyor joy. Hovli zo'r. Katta 3 talab sanuzel xonalari bor. Tashqarida ham, ichkarida ham. Yuringlar, bir chekkadan ko'rsatamiz. Yangi remont bo'lgan. Общий 7 ta xonasi bor. Bemalol 3-4 ta oila joylashib olsanglar bo'ladi. Katta oilalar bo'ladi. Bismillahirrohmanirrohim. Qani bu yoqqa kiramiz. Issiqqina mana pishgan g'ishtlardan kelib gaplashib, o'zingizlar u yog'ini ko'rib, tekshirib olaverasizlar. Pishgan g'ishtdan bo'lganmi, nimadan bo'lgan, ozoda mana shu mebellari, hamma narsasi qolar ekan. Ota-onamdan mazza qilib 2-3 ta aka-uka yashayman deyishga zo'r ekan. Kelish kerak. Prima joyidan gaplashish kerak. O'rtakach, dallol, makler aralashmagan, shunga arzon. Yuringchi, bu yo'llarni ham ko'rsatamiz. Hamma xonalari shunaqa. Общий hozir aylanib yursam yuraveraman. 120 ming bor. Mana mebel, sebel, hamma narsa qoladi. Bu yo'lga sotaman deyaptilar. Pastda egasini nomeri. Sizlarda ham shunaqa uy joylar bo'lsa yoki domingiz bor, o'rniga shunaqa uchastka olmoqsiz. Tepaga nomerlarim qo'yib qo'yganman. Atilabdan yaqindagi ham bir kanallarimizni jo'natib qo'yinglar. Yuring operator, bu yerda ham mana kattagina 6 metrli yotoqxona, oltiga где-то bir 3 metrdan oshiq. Общий 7 ta xona, 8 soti. Hozir oshxonalarni hammasini ko'rsatamiz. Yuring operator. Yuringchi operator, bu yerda ham bitta xonamiz bor. 6-xona, u yerda ham katta xona bor. Gaz, svet, suv, hech narsa muammo emas. Bog'cha bor, maktab yaqin. Bu yer sanuzel xonasi, mana kattagina yangi remontdan chiqqan. Kelish kerak, gaplashish kerak. Savdalashinglar. Hozir 3-4 xonali dom ham bilasizlar, qanaqa narx bo'lyapti. Bu yoq katyol xona, bu yog'i oshxona mana, yevro oshxonalar, panorama romlari bilan hamma narsasi qoladi. Bu yoqda orqasida hovlisigacha bor, yaqinlarim. Chiqing, ko'rsatdim, mana orqada ham shunaqa yo'lakchasi bor. Hamma o'ziga yo'lakcha qilib olgan. Bu joyimiz Toshkent viloyati Zangata tumani Solnishniy, Quyoshli mahallasi, Do'stlik ko'chasiga joylashgan. Mana hovli 8 soti. Kattagina, har bir bandaga bundan zo'rlari nasib aylasin. Layklarni bosib, Alloh bundan zo'rlarini bizga ham, farzandlarimga nasib ayladi deb yozib qo'ying. Yozilgan narsalar hammasi o'xshayapti. Sog' bo'ling. Layklarni bosib, podelitsiya qilib bo'lishib yuboringlar shu videolarni. Kimdir shu xonadonni olib olsa, siz sababchi bo'lib qolasiz. Sog' bo'linglar. Qaytdik biz. Yaqinlarim, haqiqatda arzon 19 soti 6 xona joy. Shundan do'kon ham yaqin, bog'cha, maktab yaqin, Toshkent viloyati Zangata tumanida ekan. Srochni olib qo'yadigan joyi. Ko'targan narxiga berib yuboraman deyaptilar. Mana shu mahallada topgan narxingizga
har sotigini $1000 kamida arzon beraverar ekan. Olib qo'yadigan joyi Toshkent viloyati Zangati tumani Bo'zsuv, shundoq Nurobshon mahallasi Xumo ko'chasi ekan. Gaz, svet, suv muammomiz, общий 6 ta xona, 19 sotik yer hisobida berib yuryaptilar. Bir sotiga startoviy narxi 7000 dan kami bor. Ko'ylarni topsanglar yarim narxiga ham berib yuboradilar. Ya'ni 1,5 sotik, 2 sotik, 3-4 xonaga barter ham qilar ekanlar, pulini kelishsanglar. Joy zo'r, 19 sotik. Pastda nomerlari, prami egasini nomeri, o'rtakash, dallol, makler aralashmagan, o'shanga bemalol savdolashsanglar bo'ladi. Mabodo sizlarning ham shunaqa joyinglar bor, srochno sotish kerak, sotolmayapsizlar, unga bunga aytsanglar, pavtoriga ham pul so'rab yotibdimi, tepadagi nomerga aloqaga chiqing, $100-200 ga sotilguncha O'zbek uylari shunaqa chegirmalar qilib qo'ydik, foydalanib qolinglar. Kanalga srochno obuna bo'lib, $7000 kami bor olib qoladigan joyi. Bu yoqda 3 ta xona ayvon, bu yoqda 3 ta xona, oldida ayvonimdan. Zo'r mahalla ekan. Bog'cha, maktab, gaz, svet, suv, hamma narsa bor. Prям egasidan, pastda egasining nomeri, tepada bizlarning nomerlar. Ketdik. Yaqinlarim, har bir bandaga bundan-da zo'rlari nasib aylasin. Layklarni bosib bitta oxirigacha ko'ringlar, bunaqasi bo'lmagan. Toshkent shahar Sergeli tumani, Sug'diyona mahallasi, Sug'diyona ko'chasida 6 sotik yevro remontlarimdan 5 ta xona plus katta oshxona, zal qilvorsangiz ham bo'ladi. Startoviy narxi 210 ming kami bor. Savdolashib, endi bot sotib boshqa olishadi, balkim barter ham qilishar. Pastda egasining nomeri. Mabodo sizda ham shunaqa joylaringlar bo'lsa, realniy narx qo'ysanglar, sotilguncha alhamdulillah sotilguncha inshaalloh zaklat olguningizgacha $100-200 ga sotilguncha xizmat qilib beryapmiz. O'zbegim uylari kanalimiz mana tez kunlarda 167 mingtadan oshadi obunachilarimiz. Instagramda 142 mingtadan oshgan. Bittasi 92 mingtadan oshgan. Kanallarimizga o'tib olib, prami egalaridan o'rtakash, dallol yoki o'zimning nomerimni qo'yib, ustiga pul qo'yib, bizda unaqa yo'q. Prami egasini notariusda qo'l qo'yadigan odamning nomerini qo'yamiz. Ming bor uzr, oldindan hamma narsani tushuntirib, qisqa lo'nda hozir ichkarilarni bu yog'ini ko'raverasizlar. Mahalla zo'r. Sug'diyona mahallasi. Bundan zo'rlari sizga ham nasib aylasin, shu joygacha ko'rganingiz uchun ham. Mana shaxsiy bog'chagacha bor. Va o'sha zamonaviy zo'r bog'cha, maktab, hammasi yaqin. Sug'diyona ko'chasi. Mana Sergeli yarmarka, mashina bozorlar yaqin, gaz, svet, suv, kanalizatsiyagacha bor. Uy joy 100% bitgan. Ancha arzonga berib yuboradilar. Siz kelib yoqqan bo'lsa, qimmat ekan demasdan o'zingizni takliflaringizni bering. Tayyor. Bu yoq tarafda 2 ta xona plus mana bunaqa koridorlarni qani kiramiz, bir ko'rsatamiz. Har bir bandaga nasib aylasin. Qaranglar, men ham sekin kiraman. Kattagina mehmonxona. Qaranglar, xudandalarni bemalol kutib olasizlar, gaplashsanglar, balkim ham narsalarni ham balkim tashab ketadilar. Endi men pardalarni ham aniq tashab ketadilar, lyustralarni. Qaranglar, o'zi ham bir 8 metrga 4,5 metrli mehmonxona. Sizga ham nasib aylasin. Kommentariyaga zo'rmi, yaxshimi, issiqqina ekan. Konditsionerlar hammasi qolar ekan. Zo'r, zamonaviy. Bu yoqda yotoqxona qilsangizlar bo'lar ekan, bularda mana mehmonxona bo'lib turibdi. Mabodo bemalol bir 100 ta odaminglarni bo'lmasa ham bir 80 ta odam kutib olasizlar. Bo'tan bir 8 metrga bir 4 metr chiqadi. 8 chiqmasa ham 7 metr chiqadi lekin. Zo'r, men pardalari bormi, lyustralari bormi, devorga qotirilgan hamma narsani tashab ketadilar. Pardalarni o'zini qaranglar, palon simga tiktirasizlar. Aboylari ham zo'r. Chet ellikki. Yuringlar, qolganlarni. Общий 5 ta xona hozir ko'rsatamiz. Katta bir mehmonxonaga o'xshagan oshxonasi ham bor. Sizga ham nasib aylasin. Yuringlar. Yuringchi yaqinim. Qaranglar, hovlini kattaligini va kachellarni ham tashab ketaman deyaptilar. Daraxtlarni qaranglar, zo'rini. Hamma sharoit. Bu yoqda yozgi oshxona. Hozir bu yoqlarni ham ko'rsatamiz. Yuringlar, bu yoqda yozgi oshxona. Qaranglar. Oho, ichida skeletlari bilan. Zo'r. Bu yoqda отдельно qani nimalari bor ekan. O'xti, mana buni qaranglar. Zamonaviy yevro
Tashqarida ham sanuzel xonalari bor ekan. Vanna xonalari zo'r. Mana bunaqa eshik romli kerak bo'lsa ham, remontlari kerak bo'lsa ham tepadagi nomerlarga aloqaga chiqsanglar, bizda dehqonchilik. Mana kattagina sanuzel xonalar, zo'r bir 30 tacha daraxtlarigacha bor. Mana qaranglar tayyor 6 soti oshxonasi bilan 5 xona ekan. Hozir bir chekkadan ko'rsatamiz. Ichkarilarni ham oxirigacha ko'ring. Startoviy narxi 210 ming. Yer hisobida berib yorilyapti. Yaqinda bo'tlarda ham 1 soti yer 30 mingga chiqib olgan o'sha. Undan ham oshgan. Yuringlar, ichkarini ko'rsatamiz. Operator, yuringchi bir ichkarilarni ko'rsatamiz. Shundoq chap qo'lda mana yotoqxona. To'g'rida ham xona, ikkitalab yotoqxonalarimiz zo'r. O'zi ham razmeri ham 3 ga 4,5 metr. Ikkita xona bu yoqda kattalar uchun yotoqxona. O bonusiga begovoy daroshkani ham tashab ketaman deyaptilar. Qaranglar. Zo'r. Har bir bandaga nasib aylasin. Yoqqan bo'lsa bitta like'larni bosib, bundoq Telegram kontaktlarda tanishlarga tarqatib qo'yinglar. Kimdir olsa savob bo'ladi sizga ham bundoq kela sababchi bo'lganman deb. Mana ichkarilarda sanuzel xonalari bor. Zamonaviy hammasi, pastlari palovoy atapleniya ekan. Bu yoqda shkoplar qilingan mana zo'r. Bu yoqda katta oshxona. Bemalol ham mehmonxona, ham katta oshxona to'g'risida foydalanaverasiz. Mana mebellari hammasini tashib ketaman deyaptilar. Siz kanalga obuna bo'lib qo'ying. Pastda egasini nomeri. Aloqaga chiqing. Bizning kanalimizning afzalliklari o'rtakash, dallol, makler aralashmagan. Prima notariusda qo'l qo'yadigan odam bilan o'zingiz gaplashib olaverasiz. Mana bemalol savdolashib olaverasiz. Qanchadir yetmasa, "Men buni oling deb, men buni oyma-oy beraman" deb gaplashsangiz ham bo'ladi. Ani через bank bir narsalar deysizlar, mana pastda egasiga bemalol aloqaga chiqinglar. Ishonchli, hujjatlari joyida. Sog' bo'linglar. Bizga O'zbek uylariga xizmatlar bo'lsa, tepadagi nomerlarga aloqaga chiqasizlar. Kutib qolaman. Ishonchli gilamnisi. Ketdiga, Fayzulloh. Yaqinlarim, juma yom muborak bo'lsin. Sizlarga mana juma kuni zo'r fayzli xonadonni obzor qilamiz. Toshkent shahar Sergeli tumani, Keng makon mahallasi. Shundoq Buyuk avlod ko'chasi, birinchi tupik ko'cha ekan mana. Oxiri yopiq bo'lar, har kim kirib kelavermaydi. Mahalla zo'r ekan. Yangi uchastkalar qurilgan. 8 soti 6 xona joy, prima egalaridan nega arzon desanglar, o'rtakash, dallol, olib sotar, pasredni aralashmagan o'zlaridan. Balki o'rniga ikkita kichkinarog'idan beraman desanglar, balkim buni barter ham qilsanglar bo'lar. Kelasizlar, gaplashib, savdolashsanglar, ancha arzon, yer hisobida berib yuboryaptilar. Mana shu ko'chada eng arzon topgan narxingizdan kamida 1-2 ming yana sotigidan tushib berar ekanlar. Yer hisobida 8 soti, 6 xona. Istiqlol MFI Buyuk avlod 1-Berk ko'cha, 9-xonadon. Yuringlar. Bismillahirrohmanirrohim. Mana shunaqa mashinalar sizlarning farzandlaringizga ham nasib aylasin. Bundan-da zo'r uylarda yashash nasib aylasin. Endi uylarning ichlarini kirib ko'rsatmaymiz, negaki odam bor. Bu yoqda nechta xonadonda, bu yoqda, bu yoq tarafda nechta xona? Bu yoqda 2 ta xona, zo'r remontlar birro mana bu yoqdan ko'rsatib qo'ying. Odam yashab turgan joy. Gaz, svet, suv, bog'cha, maktab, masjid yaqin, metro yaqin. Shundoq 5-qo'yilmasi, perikryostkasi, mana hovli. 20,5 metrga 40 metr joy ekan. Общий 8 soti. Bu yoqda 4 ta xona, u yoqda 2 ta xona, bu yoqda 4 ta xona, bu yoqda oshxonasi, sanuzel xonalari. Ko'rsatsam maylimi? Qani mana bu yoqda oshxonalari. Kelish kerak, gaplash kerak, yaqinlarim. Yer hisobida berib yuboryaptilar. Kelib shu mahallalarni ko'rasizlar, mana qaranglar. Ozoda, pokiza, kattagina 8 soti, 6 xona. Mana prima egalaridan.
Glavnisi mahalla zo'r, masjid yaqin, 5 mahal azon ovozi eshitilib turadi. Katta oila mazza qilib yashasanglar bo'ladi. Yoki 3 ga 4 ga bo'lib yuborsanglar ham bo'ladi. Ya'ni sharoit fazolat qiladi. Hujjatlari hammasi joyida, yer hisobida berib yuboryaptilar. Pastda egasining nomeri. Mabodo sizda ham uy joylaringiz bor. Srochni sochish kerak, unga yetib, bunga yetib charchagan bo'lsangiz, tepaga nomerlarim qo'yib qo'yganman, arzimagan $100 ga sotilguncha reklama qilib beramiz. Yo'q, sotilgandan keyin bersiz, bir ikisini bersiz, xursand bo'lamiz. Sog' bo'linglar, kanalga obuna bo'lib qo'ying. Instagram kanalimiz ham bor, O'zbek uylari. U yoqqa ham o'tib obuna bo'lib qo'ying. Sog' bo'linglar. Ketdik biz. Yaqinlarim, assalomu alaykum. Sizlar uchun zo'r mahalladan 6 soti 8 xona ota-onamdan, aka-ukamdan mazza qilib yashayman deganlar uchun teyida 45 metr podvolimdan 8 ta xona, 2 talab sanuzel xona, 2 talab mehmonxona, 2 talab oshxona. Foydalanib qolsangiz-chi, yaqinim Toshkent shahar, Bektemir rayon, Nurafshon ko'chasida ekan. Mana shu xonadon. Bot отдельно, botam qo'shilgan. O darvozadan ichkarini o'zi 6 soti joy ekan. Mana territoriya, mahalla, gaz, svet, suv umuman muammo emas. Nega desiz, ana hamma sharoit, ana gazlari shu yerda ekan, birinchi qo'l. Do'kon yaqin, bog'cha, maktab hammasi yaqin ekan. Bir chekkada gaz, svet, suv haqiqatdan muammo emas ekan. Mana vodoprovodlarni ochib ko'rsataman. Yer hisobida berib yuboryaptilar. Yaqinlar kanalga bunda obuna bo'linglar-da. Bunda yer joylarni surishtiringlar-da. Mana bu yerda 8 ta xonasi pishkag'ichlarda qurib qo'yilgan. Hozir ko'rasan, suvni qaranglar. Suv muammo emas. Mana shu joylarimiz savdoga qo'yilyapti. Kerak bo'lsa men mashinani ham sotaman deyaptilar. Oladigan odam bo'lsa kelishtirib berib yuborardim. Men barib sotsam bo'shatishim kerak bo'ldi deyaptilar. Bismillahirrohmanirrohim. Mana hovli 6 soti 8 xona plus tegi 45 metr podvol. Bu yoqdan chiqasiz, sanuzel xona, yotoqxona, mehmonxona, oshxona. Bu yoqdan ham chiqasiz, xuddi shunaqa. Yuring operator. Kelish kerak, gaplash kerak. Kelishtirib arzon 120 ming startviy narxi. To'g'risini aytaman, mana o'zi 130 xohlayotgan edi. 110 ga bermabdilar yaqinlarim. O'shani ham aytib qo'ying. Bir ikisini oshirsa berasizmi desam, beraman deyaptilar. Bo'pti, 120 qo'yinglar deb tezroq ishingizni bitiring. Bular barter qilar ekanlar. Bittagina o'g'lim bor. Bu joylar menga kattalik qilyapti. Shunaqa obunachilaring bo'lsa, jani aytasan-ku, ota-onam deydiganlar, meni obunachim deysan-ku, 2-3 ta aka-ukalar, ota-onasi bilan mazza qilib yashagiz kelganlar uchun mana pishkag'ichlardan pastgina, pasti podvol deyaptilar. Bo'ldi dedim, menda kakra shunaqa qidirib yurganlar bor. Menga 1,5 sotlik bir 3 xona plus oshxona, bir 4 xona shunaqa bersin. Bektemir rayonida ham bo'ladi, keyin Sergeli Xonobodlarda ham bo'ladi deyaptilar. Mabodo pastda nomerlar. Mabodo sizda o'sha joylarni sotib, masjidlarni olish kerak bo'lib qolsa, yo domingiz bor, sotish kerak, bu yerda olish kerak bu. Tepadagi nomerlarga aloqaga chiqsangiz, uyingizni ham sotilguncha reklama qilib beramiz. Boshiga bir $100 xizmatni rasxodlariga berib qo'yasiz. Ishingiz bitgandan keyin xursand bo'lib qolganini yana bir ikisini bersangiz berarsiz. Yaqinlarim, foydalanib qolinglar. Bizada boshladikmi oxirigacha, zaklat olguningizgacha xizmatingizni qilib beramiz. Yaqinlar. Bu yoqda sanuzel xona. Bir chekkadan ko'rsatamiz, ana razdelniy ekan, bir-biringlarni kutib o'tirmaysizlar. Bu yoqda отдельно vanna xona. Ana ikkalasi bitta joyda emas. Foydalanib qolinglar. Yuringchi. Bu yoq oshxona ekan. Kattagina 8 metrlik kiring, bir qadam kirib, 8 ga 4 metrlik oshxona. Mehmonxona qilib yuborsanglar ham bo'ladi. Mabodo, joy ko'p ekan bu yerda. Yuring operator. Tegi podvol, polniy splashni 45 metr podvol. Bunda ishlatsanglar bu yerda podvollarini o'zidan puli chiqib ketadi. Bu yotoqxonamiz. Yotoqxona ham 5 metrga 4 metrlik yotoqxona. To'g'rida mehmonxona. Hozir ko'rsatamiz.
Bu yerda ham mana kattagina mehmonxona. Bo'tan bir 7 metrga 4 metrli mehmonxona. Eshiklari mana MDFlar qo'yilgan. Pashli yer hisobida beraveryaptilar yaqinlarim. Kanalga obuna bo'ling, ko'ring. Kelinglar, gaplashinglar. Общий 8 ta xonasi bor, jiloy, tagida podvollarda ham xonalar bor. Bir 15 ta xona qilib yuborsanglar bo'ladi. Srochno kanalga obuna bo'linglar, pastda egasini nomerini o'rtakach dallol maklerga o'tib ketmasidan, narxlar oshib ketmasidan tez aloqaga chiqib olib qo'yinglar. Любой variantga yuraman, gaplashaman deyaptilar. Balkim ani uyingizni berasiz, raznisasini vaqtini berib tursangiz 1-2 oyga bo'lib berishga balkim berarlar. Kelinglar, gaplashinglar. Sog' bo'linglar. Qimmat deb yozgandan ko'ra kelib baraka qilinglar, savdolashinglar yaqinlarim. Ketdik biz. Yaqinlarim, har kuni uy joy so'raysizlar. Egasidan bo'lsin, baxtiyor, arzon bo'lsin, shahardan bo'lsin. 3 ta 4 ta o'g'lim bor, bola chaqam ko'p, mazza qilib yashaydigan. Mana sizlar uchun 6 soti 8 xona. Telarida o'g'illaringlar aqlli bo'lsa, bu bizneslari bo'lsa, qilishga podvoli ham bor. 45 metrli. Bir yilda pulini ham chiqazib yuborasizlar. Toshkent shahar, Bektemir tumani, Nurafshon ko'chasi, shunday Qo'yliq bozordan 1,5 kilometr. Kelish kerak, gaplash kerak. Hali o'rtakash dallol makiner aralashmagan, pishgan g'ishtlardan qurilgan. Qaranglar, kelsanglar o'zinglar yo'qni ko'rib chiqaverasizlar. Yer hisobida berib yuboryaptilar. 120 kami bor, savdolashinglar. Barter ham bor ekan. Vo gaz, svet, suv muammo emas. Nimaga sotyapsiz? Doda desam, bittagina o'g'lim bor, kattalik qilyapti menga deydilar. Xo'p bo'ladi dedim. 1,5 sotik 3-4 xonali joyga barter qilar ekanlar. Bektemir Sergelilardan bo'lsa, u yog'ini raznisasini sekin bersanglar ham bo'laverar ekan. Kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Sizlarda ham uy joyinglar bo'lsa, arzimagan $100 xizmatinglarni qilib beryapmiz. Uyinglarni sotilguncha. Mabodo shunaqa yaqinlaringizga, aka-ukalaringizga xizmatimiz kerak bo'lsa, O'zbekiston uylari 166 mingtadan oshgan YouTube, 142 mingtadan oshgan Instagram kanallarda, yana bir 4 ta shogirdim kanallarda portlatib beramiz. O'zingizni uyingizni o'zingiz sotasiz. Bunga o'rtakashga abrashasa qilish ham shart bo'lmay qoldi. Foydalanib qolsanglarchi davrimizda. Ketdik biz. Kanalga obuna bo'lishni unutmang, yaqinlarga jo'natib qo'ying. Uy olishim kerak, uy sotishim kerak deganlarga. Uy joy ham olishiga ham yordam qilyapmiz. Shunaqa joylarni tavsiya berib yuboramiz. O'zingizlar kelib gaplashaverasizlar. Sog' bo'linglar. Rahmat deb qo'ysanglar bo'ldi. Ketdim men. Yaqinlarim. Bitta pasportga uy joy qidirayotganmidingiz? Mana pashti bitta pasportga tayyor uy joylar pashti qurilyapti. Bu uy joylar mana Nazarbek Turkistondagi qanaqa bo'ladi, qanaqa uy joy. Mana qurib, birinchi partiya uje odamlar yashayapti. Bu yerda mana bitta og'aynim 2 ta etaj olgan, mana ikkinchi etajda xohlasanglar 30 kvadrat metr, podvolda ham 2 metrdan oshiq balandlik bir xona qilib olishyapti. 15 kvadrat metr joyi bor. Arzimagan puliga berib yuboradi. Yarmini naqd to'lab, yarmini 1 yilda to'lab bersangiz ham berib yuboradi. U mayli. Boshiga $1000 to'lab, oyiga $400-500 to'lashdi. Mana Nazarbek Turkistondan har kuni kuzatyapsizlar, ko'ryapsizlar qaysi dom deb. Mana hujjatlari chiqdi, kadastrlari chiqdi. Mana xalq mazza qilib yashayapti. Olinglar. Boshiga $1000, oyiga $500 dan 70 oy. 36 kvadrat plus 36 kvadrat. 400 dan to'lasanglar oyiga 30 plus 30 duplex dom bo'lar. Birinchi etaj olsanglar podvol qo'shib beriladi, ikkinchi etaj olsanglar mansarda 3 xonali dom qilib olsanglar bo'ladi. Hop bir chekkadan ko'rsatamiz. Buni shunda orqasida mana hamma yoq asfalt, gaz, svet, suv, kanalizatsiya muammo emas. Kanalizatsiyani ham yo'llarni qilishgan. Priyama mana katta ko'cha yaqin, bog'cha, maktab, masjid hamma yog'i yaqin joy. Yuringlar, orqa tarafga o'tinglar. Mana yaqinlarim, ikkinchi partiyasini ham podvoli, birinchi etaji bitib bo'ldi. Ikkinchi etaji plitalarni mana qo'yib bo'lishyapti, yaqinlashtirib ko'rsating. Tez kunlarda fevral oyida o'zi topshiriladi. Mana bu yerdan ham yangi qurilish boshlangan.
Mana pastda egasini nomeri, aloqaga chiqinglar. Konkretni oxirigacha kadastr olib, qo'lingizga olguningizgacha O'zbegim uylari turib beradi. Ishonchli, o'zimizning ukalarimizniki. Pishgan ishlarda rost ekan mana. Hammasi qonuniy qilib qurilayotgan joy. Toshkent viloyati Zangata tumani Nazarbek Turkistonda. Mana katta ko'cha ham yaqin. Transport bor, bog'cha, maktab bor. Boshiga $1000 to'laysiz, u yog'ini 70 oy, oyma-oy to'laysiz. Kvadratiga qarab, 30 kvadratli bor, 36 kvadratli bor, 40 kvadratli bor. Dupleks. 30 kvadrat olsangiz sizga 30 qo'shib beriladi. 36 olsangiz 36 qo'shib beriladi. 40 olsangiz 40 plus qo'shib beriladi. 80 kvadrat 4 xonali dom qilib olsangiz bo'ladi. Ana toza mahsulotlardan qilinayotgan joy. Kanalga obuna bo'linglar, uy joy qidirib yurganlarga shu videolarni tarqatib qo'yinglar. Uy joyli bo'lib qolinglar. Mana unaqasi bo'lmagan. Ana mashinaga ham olib oyiga $500,000 dan to'lanyapti. Narxi tushib ketadigan narsaga. Mana buni olib qo'ysanglar foydalanasizlar. Ana naryo birinchi partiyasi $15,000 dan sotilgan. Olib qo'yganlar hozir 22,000 dan sotyapti. Qalay bo'ldi? Sog' bo'linglar. Kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Ketdik. Yaqinlarim bunaqasi bo'lmagan. Narxlar tushyapti, kalla tashlayapti desam ishonmayapsizlarmi? Sizlarga qaranglar. 5 soti 6 xona joyi yer hisobidan ham arzonga berib yuborishyapti. Nobodo sizga 5 soti kichkinalik qilsa, mana yonida 2 soti akaman sotaman, bir sotigini 15-16 dan berib yuboraman. Shu ukamga o'xshab arzon deyotgan ekan. Ata qo'ni qo'shnilar 18-20 ming deyishyapti. Foydalanib qolinglar. 6 ta xona, 2 ta o'g'liga o'ziga mo'ljallab, 2 tarafi podval qilib, yangi xomg'ish profnastilladan qurgan ekan, elektrichestvolarni ham qilib qo'ygan. Bu Toshkent viloyati Zangata tumani. Shundoq mana betonkadan 5-600 metr kirganinglarda yosh Lelincha, Chaman ko'chasi, zo'r mahalla, qo'ni qo'shni drujniy, gullar bilan shug'ullanishar ekan. Gul hidi kelib turibdi, mazza qilib yashaysiz. Yo'lagi ham bor, mana bu yerda 30 metr yo'li shundoq so'rilarni qilib qo'yib, bedanalarni bemalol ilib qo'ysanglar bo'ladi. Bunda ko'rsatib beringchi operator. Mana kelish kerak, gaplashadigan joyi. Mana bu yerda ham 2 sotik sotib olsanglar, arzonroqqa bitta uchastka qurib olsanglar ham bo'ladi. Mana sizlarga haqqoniy arzon joy. Nimaga arzon desanglar, to'g'ri egasidan ham egasiga pul zaril, hujjatlari mana joyida. Kanalga obuna bo'lib qo'ying. Nobodo sizga rostakam oxirigacha turib beradigan, realniy narxga sotib beradigan jamoa kerak bo'lsa, mana O'zbegim uylari xizmatinglarda. Oxirigacha qo'lingiz pul ko'rguncha, zaklat ko'rguncha reklama qilib turamiz. Yana 5-6 ta kanalga portlatib qo'yib beramiz. Bir keyin 2 kunda sotib yuborasiz. Ishoning, Allohga tavakkal qiling, kam bo'lmaysiz. Sog' bo'ling, videolarni tarqatib qo'ysanglar minnatdor bo'laman. Ketdik. Bu joyimizda Toshkent viloyati Bo'stonliq tumani, shuna G'azalkent perikroskasidan kiras Qoramozor degan joyda 6 sotik 3 xona mebellarimdan ko'targan narxiga berib yuboraman. Pul zarur. Kim nech pul bersa berib yuboraman. Hujjatlari joyida. Gaz, svet, suv muammo emas. Transport bor. Tog'u-rog', daraxtlar, hamma narsa bor joy ekan. Mebel hamma narsasi bilan tashib ketadilar. Mana katta ko'cha uglovoyga tushgan joy. Egalari yaxshi, gazlar yonib turibdi. Svetlar yonib turibdi, daraxtlar bor. Endi bitta paradga qilib yuborsangiz, kerak bo'lsa o'zim 10 ming, 20 ming qimmatiga sotib beraman. Nimaiki bular haqiqatda arzonga berib yuboryaptilar. Mana tapchallar, bu yoqda oshxonasi, mana gazlari yonib turibdi. 2 talab sanuzel xona. Gazni ham ko'rsatib qo'ying, gazni ham. Kanalga srochno obuna bo'linglar. Bu xizmatlar bo'lsa ham bemalol aloqaga chiqinglar. Arzon uy joy kerak bo'lsa ham topib beryapmiz. Uyingizda realniy yashaydigan odamga sotib berishga ham poddeshkadamiz. Joy zo'r, sanuzel xona, hamma sharoitlar bor. Tog'lar mana, toza havo, qo'ni qo'shnilar mana, qaranglar qanaqa uylarni qurib tashlashgan ichkariga. Katta uylarni qurib qo'yishgan. Zo'r, mana katta ko'cha, mana egasi. Srochno kanalga obuna bo'linglar, pastda nomerlari aloqaga chiqinglar. Sog' bo'linglar, biz ham qaytdik.